Sizler bilen birlikte muhakeme vatandaş bugün keslağı 2020 yıl. 9. ayının 10. günü haftaga Perşembe muhakeme mında yukarıda körüp ettik. Avrupa İttifakı Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida hozirgacha aytgan vaqtda lengtasmidek lengishib turgan Avrupa İttifakı edi. Masalan, Amerika taraf turish kerakmi, Jungo taraf turish kerakmi? Shunga ba'zilar buni nima degan lav ovju Koni Avrupa deyishgan shuna tanqid qilgan edi vatandoshlar. Endilikda hozir Avrupa bilan Jungo o'rtasida mush yilning oxirigacha kelishim imzolanadi. Avrupa İttifaqı Jungoga mablag' soladi. Jungo buningga ma'qul deydi. Oldingi shart Avrupa İttifaqı mablag' soladi. Jungo dag'dam yo'lni qanchalik ochib berdi. Mesela bu 3 yıldan bir Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida bo'lib o'tgan savdo talashtatisi va savdo urushining mazmunini butunlay ko'rib bo'ldilar. Jungo va'da berib, va'dasini tutmadi. Masalan, Amerika shirkatlarida Jungoga elib kirib, ularni ovora qildi. Ularning texnikasini o'g'irladi. Savdo tijorat muhitini qistab qo'ydi. Yoki turli oqmaydigan davronlar bilan ularni bo'zaq qildi desam bo'ldi bir nuqtada. Endi bu ish Avrupa İttifaqı savdogarlarning beshi kelandi kemmamdi. O'xshashi shu vaqtimi kelgan shu vaqtimi Avrupa İttifaqıning savdogarlari Beijingga Jungoga kirgan edi bozorga. O'xshash edi. Lekin oraliqda Amerika Qo'shma Shtatlari savdo urushini boshlagandan keyin ehtimol Avrupa İttifaqıning savdogarlari biroz ozod bo'ldi deyishga bo'ladi. Chunki besim o'xshashda. Amerika Qo'shma Shtatlari ishiltayotgan besim masalan Jungoga bozor masalasida G'arb dunyosida Amerika yetakchiligidagi besim o'xshash. Shunga biroz bosh ko'tardi, kichikina ozod bo'lgan edi Avrupa İttifaqıning savdogarlari deyishga bo'ladi. Biroq bu qatam 14-kunda imzolangan Jungo Avrupa İttifaqı kelishim masalasi kelsangiz, bugun Amerika Jungo munosabatining qayerga kelganligini tunugin sizlarga dedik. Prezident Trump nima dedi? Jungo bilan savdoda juda bo'lib, orini o'chiq qilib atsaqmi, Amerika hech qanday ziyon tortmaydi. Vassalom. Tamam deb aytdi. Shunga bu yerda Jungo bilan savdo qilishning zaruriyati bormi, yo'qmi degan masalada Prezident Trump shunday deb aytdi. Endi bundaq ahvol ostida Jungo qayerga tayinish kerak? Endi Amerikadan chekindi deyli yoki bo'lmasa Amerika bilan bo'lgan savdo tugashdi deyli hozircha. Vaqt Jungo nega tayinish kerak? Avropaga tayinish kerak. Chunki bu Avropa İttifaqı bozorlari Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi dunyoda eng yuksak iste'mol bozori desangiz bo'ladi vatandosh. O Afrikadagi Uganda yoki Osiyodagi Vyetnam emaski bu davlatlar. İste'mol kuchi inta yuqori bozorda Amerikaning bozori va Avropa İttifaqıning bozori. Hozir endi Amerikaning bozoridan ayrildim deb turaylik, Jungo hukumatini Avropani izlab tepish, Avropaga yelinish, Avropaga yalvurish birli bozor masalasi emas. Hatta sen mening yerimde tursan, men sana bozorni ochib bersam, qulaylik va o'ng'aylik yaratib bersam, resmiyetlerini oddiylaştırırsam, sen qanchalik mablag' salasan Jungoga deganli masala emas. Xitoyni bilasiz o vatandosh. Xitoy hozir Avropa İttifaqini tartib, yeniga Amerikaga taqabul turmoqchi bo'lyapti xiyolida. Musha oraliqda Wang Yi minister, tashqi ishlar ministri Avropada 5 davlatni ziyorat qildi, ko'rdingiz. Avropada nima dedi? O Chexiyaga tahdid soldi. Oxiri Chexiyada nima sado keldi? Tarbiya ko'rmagan chakana odam. Shu mukofotni elib qaytib keldi. Yani bugun Latin Chexiyadan rost deganda o'ch oldi. Masalan, piano Chexiyaning bir piano sotadigan savdogarning bozorini o'ltadi. To'xtamni budjet qildi. Uni Jungo bozoridan qo'g'lab chiqadi. Lekin Chexiyalik bir yigit tijoratchi o'tirg'i chiqib, bu Chexiya savdogarining butun mal-mulkini bütün mal-bisat deganda piano savdosidagi pianolarning hammasi setib olib, qaytirib berib, Chexiya Cumhuriyatining maktablarga idoralar taqsim qiladi. Mana bu bir-birini qo'llash deb ataladi. Mana bu millat deb ataladi. Bir-birini ko'tini qo'llamaydi. Millat degan mana bunda qiladi. Ko'rdingmi?
Siyaset sahasındaki erbaplarını, Tayvan'ı ziyaret kılgan siyaset sahasındaki erbaplarını kollawatıdı. Onun medet beriwatıdı bir sodigar. Mana gördün mü? Milletning ittifoqligi mana bunday bo'ldi. Hazır endi Xitoy hukumati bu şirketni yoki piano sotadigan şirketni Chexiyadan nima Jungodan qo'g'lab chiqarib edi. Hamma mol mulkini heliq savdogar setib olib, nima deysan dedi. Mana o'g'al baladek davlat, o'g'al baladek millat deymiz vatandosh. Gapimiz keleyli. Jungo mushu kunda Yevropa ittifoqini yere tartib kelalamdi. Yevropa ittifoqining siyoset ve ideologiya sohasida qimmat qarashi Amerika bilan o'xshash. G'arbiy Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlarning qimmat qarashi barobar o'xshash. Mushu qimmat qarashlardan voz kechib, davlat qurish an'anasidan voz kechib, davlatning demokratiya, erkinlik g'oyalaridan voz kechib, Yevropa ittifoqi Jungo taraf ketishi mumkinmi? Men bunga ishonmayman. Uning paketi nima turgan? Fransiyaning prezidenti Macronning bayonotini topshirdik sizlarga vatandoshlar. Birinchi bo'lib Jungo hukumatini Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda insoniyatga qarshi irqiy yo'qotish bilan shug'ullanganligi uchun xalqaro sud qilib berishimiz kerak dedi. Anama Fransiya orliqda jim to'xtab kelganida Uyg'ur to'g'risi ko'p ifoda bildirmaganida birinchi bo'lib ifoda bildirib, Jungo hukumati yoki kishilik huquqi xiloflik qilganlarni xalqaro sudga topshirishimiz kerak dedi. Mana ish mundaq boshlandi deyli. Bayonot intayin qattiq deyli. 30dan ortiq parlament a'zosi prezident Macronga xat yozuv, xatga javob berdi deyli. Dal qanday vaqt to'g'ri keldi 14-kuni. Yevropa ittifoqi bilan Jungo hukumati ekran suhbatlashishini ochdi. Kelishim imzolashga suhbatlashdi. Dal mushundaq kelganda baylikshiyat nima dedik? Prezident Fransiyaning prezidenti Macron bu ekran yig'iniga qatnashishni rad qildi. Shuningdan qaraganda Xitoy hukumati Xi Jinping bu qatim Yevropa ittifoqidan bir yo'chiq ocholmaydi. O'zining yeniga tortib kelaman degan urinishlari mag'lub bo'ladi. Balki savdo qilishi mumkin. U ikkinchi gap. Masalan, savdo davlatlar aro bo'lib turadigan gap. Urush vaqtidan bo'lib turdi savdo degan hozir Çoğunca tak yok. Savdo bo'lib turdi. Lekin Jungo hukumati ko'ngliga pukkan maqsadni Yevropa ittifoqi doirasida ishga oshirolmaydi. Biz uning bu qatim mushu 14-kundagi yig'inda mag'lub bo'lishini umid qilamiz, hurmatli vatandosh. Jungoning. Anda hozir televizorda kelgan xabarda 16-kuni Yaponiyada parlamentning saylishi orqali yangi vazir dunyoga chiqdi ekan. Bugungi Sinkako to'g'risida Yevropa qo'g'dinish nazoratining boshlig'i neng aytgan so'zi masalan Sinkako uchun bir maydon urush qilsak arziydi degan gap menimcha Yaponiyaning og'zidan chiqdi. Men o'ylaymanki bu anda chaq emas vatandosh. Leksiyamiz oxirlashdi, yomg'ir yog'ib ketdi.